Akasi hisoblanmish BYD Song Plus'dan anchayin yumshoq hamda buni yumshoqligi isbotlangan, o'rindiqlarda isitish sovutish funksiyalari bo'lgan, head-up displeylari, panorama tomlari to'liqligicha ochiladigan, ya'ni lyuklari bo'lgan avtopilot tizimi, undan tashqari avtoparkovka tizimlariga ega bo'lgan, o'zi kichik, yumshoq hamda ixcham avtomobil BYD Yuan Plus. Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlarga 2025-yilda yangilangan Smart Drive pozitsiyadagi BYD Yuan Plus'ni ko'rsatmoqchimiz. Bu avtomobil avtosalonimizga yaqinda 2 kun oldin yetib keldi va ayni avtomobilni bugun sizlar bilan birgalikda to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. BYD kompaniyasi Yuan nomi ostida bir emas 3 ta crossover sotadi. Bular BYD Yuan Pro oldin sotilgan, ko'chalarda kamdan kam uchraydi bu avtomobildan, narxi arzon bo'lgan va to'liqligicha elektrda harakatlangan. Ko'chada ko'rgan bo'lsangiz kerak, orqasida zaxira g'ildiragi bo'lgan BYD Yuan Pro avtomobili va keyinchalik 2024-yil boshida Yuan Up avtomobili chiqdi. U hozir ko'chalarimizda juda ham ko'plab uchraydi, ko'pchilik xarid qilgan va mana bu Yuan lineykasiga eng katta bo'lgan crossover BYD Yuan Plus. BYD Yuan Plus avtomobilimiz yangilangan 2025-yilga yangi variant hisoblanadi va bu aynan BYD Yuan Plus'ning hozirgi kunda 5 ta pozitsiyasi sotuvda mavjud. 2 dona 430 km yuradigan pozitsiyasi hamda 3 ta 510 km yuradigan pozitsiyasi. Bu esa eng oxirgi 5-pozitsiyasi hisoblanadi. Full head-up displaylari, o'rindiqlarda isitish sovutish, undan tashqari muzlatgichlari ham ushbu avtomobilimizda bor. Avtomobilning old qismiga ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, bamper qismida o'zgarish bo'lgan, chiroqlarda va yuqori qismlarda deyarli o'zgarishlarni ko'rmaysiz. Chiroqlarimiz xuddi shunaqa kunduz yoritish chiroqlari, undan tashqari pastki qismda ikkita katta linzadan tashkil topgan uzoqni hamda yaqinni yoritish chiroqlari o'rnatilgan. Bamperimizda esa graylarni 6 ta parktronik sensorlar o'rnatilgan. Bu degani avtomobilimizda avtomatik to'xtash joyiga qo'yish tizimi, ya'ni avtoparkovka tizimi mavjud va aktiv havo so'rish tizimi. Bamperimizning esa aynan mana shu qismi to'liqligicha o'zgargan. Oldingi Yuan Plus avtomobiliga nisbatan. Shinalariga, g'ildiraklariga to'xtaladigan bo'lsak, 215 ga 55 R18 razmerdagi shina hamda g'ildiraklar o'rnatilgan. Shinani brendi Harmonic bu avtomobilimizda. Disklar ham o'zgargan, ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Mana shu qismlari plastik. O'zi elektromobillarda bilasiz, disklarga qo'shimchasiga plastik o'rnatiladi. Bu esa avtomobilning aerodinamikasiga ta'sir qiladi. Aynan elektromobillarda shunaqa benzin avtomobillarda deyarli kamdan kam uchraydi. Yon ko'zgularimiz to'liqligicha elektron tarzda taxlanadi. Undan tashqari elektron boshqariladi, isitiladi hamda orqadan kelayotgan avtomobil haqida ogohlantirish tizimi bilan ham jihozlab o'tilgan hamda bunda mana NFC yozuvlarini ko'rishimiz mumkin. Yangilangan BYD Chimpion avtomobillarida faqatgina bir dona kalit bo'lardi. Yuan Plus avtomobilimiz yangilanganiga qaramasdan o'zida NFC kartalarini saqlab qolgan. Smart Drive bo'lgani uchun yon qismda kameralar, dastaklarda, ya'ni yon ko'zgu dastaklarda ham kameralarni ko'rishimiz mumkin. Bu aynan Smart Drive ga, ya'ni avtopilotga javob beradigan kameralar. Eshik dastaklarimiz xuddi shunaqangi saqlab qolingan. Kalitsiz kirish funksiyasi tugma yordamida amalga oshiriladi. Orqa eshiklarimiz va mana shu yerda oldin kattakon xrom elementi bo'lardi. Chiroyli naqshlar bilan ishlangan. Bu yerda esa naqshlar olib tashalgan va nisbatan kichikroq bo'lgan xrom elementidan foydalanib o'tilgan avtomobilimizning orqa qismida. Dugalar ham bor va avtomobilimizga aynan mana shu dugalar ham o'zgachalik bag'ishlab turadi. Endi sizga avtomobilning gabaritlari haqida ma'lumot aytib o'tadigan bo'lsak, avtomobilimizning uzunligi 4 metr 45 santimetrni tashkil qiladi. Eniga esa 1 metr 87 santimetr, balandligi esa 1 metr 61 santimetrni tashkil qiladi. G'ildiraklar bazasiga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 2 metr 72 santimetrni tashkil qiladi va avtomobilimizning podveskasi juda ham yumshoq. Buni haydab ko'rganlar o'zi juda ham yaxshi biladi. Kelib siz ham olib bir marta haydab ko'rib, o'zingiz ham aynan ishonch hosil qilishingiz mumkin. Old qismda to'liqligicha mustaqil bo'lgan McPherson podveska tizimidan avtomobilimizda foydalanilgan, orqa qismda esa to'liqligicha ko'prikchakli mustaqil podveskadan foydalanilgan. Shuning uchun ham avtomobil juda ham yumshoq tarzda harakatlanadi va aynan BYD avtomobillarining, BYD crossoverlarining ichida Yuan Plus eng yumshoqlardan biri hisoblanadi. Yuan Plus avtomobilini endi sizga orqa qismini ko'rsatadigan bo'lsak, avtomobilimizning orqa qismida ham xuddiki old qismga o'xshab bamperlarda o'zgarish bo'lgan. Ko'ryapsiz mana bu yerda va mana shu qismga ahamiyat bersangiz, old qismga hamohanglikni ham ko'rishingiz mumkin avtomobilda va to'liqligicha monoqosh saqlab qolingan. Chiroqda o'zgarish bo'lmagan, faqatgina chiroqning yonish shaklida o'zgarish bo'lgan. Oldingiga nisbatan bu ko'ryapsiz X harfini eslatib yuboradigan shaklda yonadi, oldingisida boshqacharoq edi va bu ham BYD Han, BYD Tang L avtomobillarini bizga bitada eslatib yuborish mumkin. Aynan orqa chiroqning yonishi. Build Your Dream yozuvining o'rniga esa oddiygina qilib BYD logotipi tushirib o'tilgan va mana bu spoilerga ham ahamiyat berishingizni xohlardim.
oldin so'ng Lda xuddi shunaqa edi. Mana shu qismda ikkita kichkinaroq bo'lgan qo'shimcha to'xtash chiroqlari va mana bunaqangi spoiler. Endi esa Yuan Plus avtomobilda ham xuddi shunaqangi spoilerni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda kameralar o'rnatilgan, aynan avtopilotga javob beradigan. Mana shu qismda esa orqani ko'rsatadigan 360 gradus kameraga javob beradigan kameramizning bloki bor va yukxona to'liq elektron tarzda ochiladi, elektron tarzda yopiladi. Yukxonani ko'rishingiz mumkin. Poliklari bor, quvvatlagichlari bor va 434 litr sig'imga ega bo'lgan yukxona avtomobilimizda mavjud. Yukxonaning yopilishi, ya'ni yukxona qopqog'ining yopilishi ham to'liq elektron tarzda amalga oshiriladi. Uni pultda ham ochishingiz mumkin. Undan tashqari ichki qismdan ham bemalol yukxonani ocha olasiz. Yuan Plus avtomobilining ichki qismiga ham joylashib oldik. Ko'rishingiz mumkin, o'tirish qulay. O'rindiqlarda o'zgarishlar bo'lmagan, faqatgina bu yerda charmlar o'zgartirilgan. Oldin faqatgina oq charmli bo'lardi hamda gitaralar bilsangiz bo'lardi bu avtomobilda. Xuddi shu gitaralar saqlab qolingan, faqatgina bu yerda qizil iplardan foydalanilmagan, qora iplardan foydalanib o'tilgan avtomobilda. Hamda aynan eshik obshivkalarida ham o'zgarish bor, kamroq, shuning uchun to'liq ko'rsatib yotmayman va eshikni ochadigan dastaklarimiz xuddi shunaqangi oldingisi bilan bir xil qilib saqlab qolingan peshalka bilan birgalikda ishlab chiqilgan avtomobilda. Mana shu qism xuddi shunaqa o'zgarishsiz, ya'ni deflektorlarimiz o'zgarishsiz qoldirilgan. Mana bu yerda esa oldingilarda bilasiz, markaziy konsolda xuddiki samolyotlarning skorsiga, tezligini oshiradigan skorsiga o'xshaydigan selektor bo'lardi. Bu yerda undan to'liq voz kechilgan, o'zgartirilgan markaziy konsol. Tugmalarni ko'rishingiz mumkin. O't oldirish, multimediani boshqarish hamda avtoparkovkalarni ishlatish tugmalari shu yerda. Mana bu yerda stakan qo'yish uchun joylar, 50 vatli sovutish tizimi bilan jihozlab o'tilgan simsiz quvvatlash, zaryadlash porti bor avtomobilimizda. Uzatmalarni amalga oshiradigan joystigimiz esa aynan rul qismida orqasida gitarada joylashtirib o'tilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, bu ham smart drive bo'lgani uchun uzatmani amalga oshirsangiz, D ga ursangiz, old qismdagi avtomobillarni va odamlarni ham bemalol sizga ko'rsata oladi. Oldingi Yuan Plusdan farqi, oldingisida 5 dyumli kichkinagina tablo bo'lsa, bunda 8.8 dyumlik kattaroq tablo o'rnatilgan va qo'shimcha qulaylik tarzda bu avtomobilimizda head-up displaylari bor va smart drive bo'lganligi uchun va eng full pozitsiya bo'lgani uchun avtomobilimizda Face ID tizimlari ham bor. Bu ham eng oxirgi mana shu pozitsiyasida mavjud. Endi chiroqlarni qanday boshqaramiz? Oldingisida mana shu yerda chiroqlarni boshqarish tizimi bor edi desangiz, chiroqlarni to'liqligicha siz monitordan boshqarishingiz mumkin mana. Mana shu yerni o'zidan avtoga qo'yasiz yoki yonib turadigan qilasiz, shu yerni o'zidan to'liq boshqara olasiz. Undan tashqari avtomobil bunda ham 3D shaklda keladi. D-Link 5 ishlatilgan avtomobilda qotishlar umuman yo'q, juda ham zo'r ishlaydi. 15.6 dyumdagi kattakon displey avtomobilimizda mavjud va o'rindiqlarni, old qism o'rindiqlarini isitadi avtomobil, sovutadi. Undan tashqari to'liq elektron tarzda boshqarish funksiyalari ham ikkala old o'rindiqlarimizda mavjud. Va ambient chiroqlar 64 xil rangga o'zgaradigan ambient chiroqlarni ko'rishingiz mumkin. Orqa qismni alohida, old qismni alohida boshqarsangiz bo'ladi. Undan tashqari musiqa ritmiga mos ravishda o'ynaydigan qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Rul ham yangilangan. Hozirgi kunda deyarli barcha BYD avtomobillarda yangilangan ruldan foydalanmoqda. Bunda ham xuddi shunaqa yangi rul, orqa qismida yaproqcha bor. Aynan avtomobilimizning avtopilot tizimini boshqarish uchun xizmat qiladi. Bardashoklarimiz avtomobilda saqlab qolingan va boya tashqi ko'rinishini aytayotganimda aytgan narsam muzlatgich. Avtomobilimizda haqiqiy muzlatgich bor. Bundan oldin Tangelga olgan obzorimizda ham aytganman, Lisian avtomobillarda birinchi bo'lib muzlatgich qo'ya boshlangan edi. U faqatgina 0 gradusgacha sovutib berardi. Bu esa -6 gacha sovuta oladi. Mana bu yerda kattakon muzlatgichimiz. Endi kattakon bo'lib unaqa katta emas, endi avtomobilga keragicha bo'lgan kattalikdagi muzlatgich. Adashmasam 4.05 yoki 3.05 baklashkadagi suv bemalol sig'adi. 1 litrli suvni ham joylashtirsangiz bo'ladi. Bu esa -6 gacha sovutib bera oladi. Ya'ni kerak bo'lsa muzqaymoqlarni ham aynan avtomobilning ichida saqlashingiz mumkin. Avtomobil yangilangan bo'lishiga qaramasdan qulaylikdan voz kechilmagan. Panoramamizda pardalar bor. Undan tashqari esa panorama tomimizni lyuk ham ochiladigan tarzda ushbu avtomobilda. Avtomobil orqa qismini ko'rsatmasdan obzorni yakunlasak menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun orqa qismini ham ko'rsatmoqchimiz. Avtomobildagi paketlarga ahamiyat bermaymiz, chunki yangi avtomobil sotuv uchun olib kelingan. Shuning uchun paketlarni yechmaymiz, chunki olgan egasiga ham yangi avtomobil kerak. Shuning uchun pol qismida ham to'liqligicha o'zini zavod tomonidan qoplangan paketlari hozirgacha turibdi. Orqa qismida deflektor mavjud, xuddi shunaqangi o'zi old qismdagilar bilan bir xil bo'lgan deflektor, Type-C hamda USB portlarini ko'rishimiz mumkin. Tirsak suyanchiqlari bor, stakan qo'yish uchun joylar bor, yuqori qismda chiroqlar bor, pishalkalar, kolonka, karnaylari bor. Avtomobilimizda to'laligicha 8 ta karnay mavjud. Juda ham yaxshi musiqa olib bera oladi. Mana bu yerda esa karmonlar ham bor ekan, cho'ntaklar. Nimadir
kerakli bo'lgan narsalarni shu yerga ham solib qo'ysangiz bo'ladi. To'g'risini aytganda orqa qism ham qulay. Endi chempionchalik katta emas, to'g'ri, buni tan olish kerak shu joyda, lekin o'tirib ketishga bo'ladi. Chempiondagi katta orqa qism bo'lmasa ham o'tirib ketishga bo'ladi. Lekin chempionda yumshoqligi, undan tashqari ko'rdingiz, muzlatgichlarning borligi, NFC kartalarining borligi avtomobilda chempiondan anchayin buni aqlliroq ekanligini, nisbatan yaxshiroq ekanligini bildirib turadi bizga. Yuan Plus avtomobilimizning texnik xususiyatlarida deyarli katta o'zgarishlar yo'q. Deyarli umuman o'zgarmagan desak ham bo'ladi. Hozir kapotini ochib sizga aytib beraman. Kapotini ochayotganimiz bejizga emas. Ko'rishingiz mumkin. Bunda pnevma tirgovishlar yo'q. O'zimizning odatdagi tirgovishlarni qo'yamiz kapot qismiga va bu yerda ko'ryapmizki, motor qismi to'liqligicha plastik bilan himoyalangan. Chempion avtomobilining yangisida shu ham olib tashlangan edi, lekin Yuan Plusda saqlab qolingan. Ko'ryapsizmi? Muzlatgich qo'shilgan, head-up display qo'shilgan avtomobilda. Bamperlarda o'zgarishlar bo'lgan. Undan tashqari esa NFC kartalari hamda mana bunaqangi motorni himoya qiladigan plastiklari avtomobilimizda saqlab qolingan. Avtomobilimizning elektr motori 204 ta ot kuchini beradi. Maksimal tezlik 160 km/s, 0 dan 100 gacha 7.3 soniyada qo'zg'aladi. Batareyalariga to'xtaladigan bo'lsak, 60-48 kWh sig'imga ega bo'lgan temir fosfat batareyalar avtomobilda o'rnatilgan. Bir to'liq quvvatlanishda 510 km masofani ushbu avtomobilimiz bemalol elektr energiyasini o'zida bosib o'ta oladi. Va bu avtomobil King Motors avtosalonida hozirgi kunda sotuvda mavjud, 1 yil kafolati bilan avtomobil sotilmoqda. Narxi esa 27.000 AQSh dollari deb baholangan. Xuddi shunaqangi mokriy asfalt, oq hamda qora ranglarini bizdan xarid qilishingiz mumkin. Atiga 3 dona avtomobil mavjud. Narxi nimaga qimmat? Oldin 24.000 edi deyishingiz mumkin. Bu avtomobilda deyarli chegirmalar Xitoyda ham bo'lmadi. Butun dunyoda topsangiz bo'ladi bu avtomobildan. Dubaylarda ham sotiladi, Braziliya, Meksikalarda ham aynan Yuan Plusni ko'rishingiz mumkin. Atto 3 nomi ostida sotiladi. Shuning uchun endi bozor chaqqon bo'lganligi uchunmi deyarli chegirmalar katta berilmagan va bizda utilizatsiya yig'imlari 700 AQSh dollaridan 2600 AQSh dollarigacha bo'lgan kattakon hajmda o'zgartirilgani evaziga ham avtomobilimiz qimmatroq chiqqan. Agarda mana shu utilizatsiya yig'imlari oshmaganda edi, avtomobil deyarli oldingisi bilan bir xil 25.000, 24.500 dollar atrofida sotilgan bo'lardi. Utilizatsiya yig'imlari oshganligi uchun avtomobil 2 kun oldin, ya'ni maydan oldin emas, maydan keyin keltirilganligi uchun ham narxi qimmatroq. Lekin siz bu avtomobilni bizdan xarid qilishingiz mumkin. Aytib o'tyapman, kelib haydab ko'rish imkoniyati ham sizda mavjud. Atiga 3 dona qolgan, kelasiz. Qaysi rangi yoqsa, ma'qul kelsa, shuni xarid qilasiz. Eng oxirgi full pozitsiyadagi Yuan Pluslar King Motors avtosalonida sotuvda mavjud. Keling, avtomobilni ko'ring, ma'qul kelsa, xarid qiling. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang. Izohlarda Yuan Plus haqida, ya'ni bo'lgan o'zgarishlar haqida o'z fikrlaringizni qoldiring. Qanchalik ko'proq fikr yozsangiz, video shunchalik ko'proq ko'riladi va biz sizga yangi avtomobillarni ko'rsatib borishda yana ham ko'proq shijoat bilan harakat qilishni davom ettiramiz. Like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarimizni ham o'tkazib yubormang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.